قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 16-darsni o'qiymiz. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan grammatika. Endi biz qaraydigan bo'lsak, hada qalamun jadidun. Bu yangi qalam. Qalam birlik erlik bo'lg'achqa ko'rsatadigan almashma erlik birlik shaklda keldi. Sifatmi shuna olmas holatda erlik birlik shaklda keldi. Endi mushu qalam va shu qalamga o'xshash aqlsiz narsalar ko'plik bo'lib qolsa, buningga xuddi ayollik birlik shakldagi ismga o'xshash muomala qilamiz. Ya'ni agar qalamun, aqlamun bo'lib qolsa, buni ko'rsatish uchun ayollik birlik shakldagi almashna qilamiz. Ya'ni hadihi aqlamun deymiz. Ham buni sifatlamoqchi bo'lsak-mo, ayollik birlik shaklda sifatlaymiz. Ya'ni hadihi aqlamun jadidatun bo'ladi. Masalan, hadihi aqlamun jadidatun. Endi bu aqlamun ko'plik tursa, buning ko'plik ekilamiz deb, haulai aqlamun jadidunmu ko'plik holatda jududun deb ekelsak, bu jumla xato bo'ladi. Ya'ni aqlsiz ko'plik shakldagi narsalarga ayollik birlik bo'yicha qanday qilamiz? Muomala qilamiz. Mana bu biz bugun o'rganmoqchi bo'lgan qoida. Ham qolgan buningki amaliy misollarni bugungi darsningki mazmunlaridan ko'rsak bo'ladi. Xo'sh, shunda bo'lsa bugungi darsimizga qaytib kelsak, Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsus sadis ashar, 16-dars. Bu o'qituvchi bilan Muhammad o'rtasidagi dialog. Liman hadihil aqlam ya Muhammad? Muhammad, bu qalamlar kimning? Hiya li ya ustaz. Ustaz, u mening. Hiya jamilatun jiddan, u bak chiroyli. Va hadihil kutubul jadidatu ahiya lak. Bu yangi kitoblar u seningmi? La hiya li Hamidin, yaq u Hamidning. Ayna dafatirukum ya ikhwanu? Ey qarindoshlar, daftaringlar qayerda? Hiya huna ala hadal maktab. U bu yerda ustal ustida. Qo'shimda bo'lsa, tekstga qaraydigan bo'lsak-mo, mana aqlamni ko'rsatish uchun ayollik birlik shakldagi nima keldi? Ko'rsatish almashna keldi. Kutub aqlsiz ko'plik bo'lg'achqa, buni sifatlash uchunmi ayollik birlik shakldagi sifat keldi. Ya'ni al-jadidatu deb. Hatto buni ko'rsatish almashi uchunmi, masalan ko'rsatish uchunmi almashlardan qaysida keldi? Hiya, ya'ni ayollik birlik. Demak, aqlsiz ko'plik shakldagi narsalarga hamma jihatlarda xuddi ayollik birlik shakldagi ismga muomala qilganga o'xshash muomala qilamiz. Xo'sh, endi mashq qaraydigan bo'lsak, mashqlar birinchisi ta'ammalil amsalatil atiya. Tuandagi misollarni mulohaza qiling deydi. Al-mufrad birlik shakli qaraylik jumlaningki. Hada talibun jadidun. Bu yangi o'quvchi. Erlik birlik bo'lg'achqa almashma erlik birlik keldi. Huwa min Fransa. O Fransiyadan. Almashma qanday keldi? Kishilik almash erlik birlik shaklda. Haulai tullabun jududun. Hum min Fransa. Bu yangi o'quvchilar, ular Fransiyadan. Tullab erlik ko'plik bo'lg'achqa ko'rsatish almashma qanday keldi? Erlik ko'plik shaklda keldi. Uni sifatlagan sifatma qanday shaklda keldi? Erlik ko'plik shaklda keldi. Endi ularni ko'rsatgan kishilik almashma qanday keldi? Erlik ko'plik shaklda keldi. Nima uchun bu aqlliq narsalar bo'lganligi uchun buningga qoida bo'yicha ko'plik, birlikka birlik, erlikka erlik, ayollikka ayollik keladi. Endi aqlsiz narsaga qarab boqaylik. Mufrad birlik shaklida mas holat keladi, qoida bo'yicha keladi. Ya'ni hada kitabun jadidun. Bu yangi kitob. Kitob erlik birlik, hadam erlik birlik keldi. Jadidun mush erlik birlik shaklda keldi. Sifat bo'lganligi uchun. Huwa min Fransa, o Fransiyadan. Ya'ni u kitobni ko'rsatgan almashma qanday keldi? Erlik birlik shaklda. Endi al-jama ko'plikka qarab boqaylik. Hadihi kutubun jadidatun. Bu yangi kitoblar. Endi kutub aqlsiz ko'plik shaklda bo'lg'achqa, buni ko'rsatgan almashma qanday shaklda keldi? Ayollik birlik shaklda keldi. Buni sifatlagan sifatmi ayollik birlik shaklda keldi. Hiya min Fransa, o Fransiyadan. Uni ko'rsatgan almashma ayollik birlik shaklda keldi. Demak, aqlsiz ko'plik shakldagi ismlarga ayollik birlik shaklda qanday qilamiz? Muomala qilamiz. Mayli u ko'rsatilguchi bo'lsin, mayli u sifatlanguchi bo'lsin, uningga xuddi ayollik birlik shakldagi ismga muomala qilgandek muomala qilamiz.
Xo'sh, unda bo'lsa, ikkinchi mashq qaraylik. Uvilil mubtada fi kulli min al-jumal al-atiya ila jam'a. Tuandagi jumlalardan hammasidagi mubtadani ko'plikka qanday qiling aylantiring deydi. Xo'sh. Masalan, hada baytun. Hadani qanday qilamiz? Ko'p mubtada degan hada bo'ladi. Hadani ko'plikka aylantirsak, haula'i bo'ladi. Xabar qanday bo'ladi? Ko'plikka aylanadi. Baytunning ko'pligi nima deganda buyutun. Endi bu buyutun aqlsiz bo'lg'achqa buningki ko'rsatmoqchi bo'lgan ko'rsatib olmish qanday keladi? Ayollik birlik shaklida keladi. Ya'ni hadihi buyutun deymiz. Haula'i buyutun demaymiz. Masalan, hada najmun. Buni nima deb ko'plikka aylantiramiz? Hadihi nujumun deymiz. Nimishqa bu ko'plik tursa, aqlsiz bo'lganlik uchun aqlsiz ko'plikka ayollik birlik bo'yicha qanday qilamiz? Muomala qilamiz. Hada darsun. Hadihi durusun. Hada qalamun. Hadihi aqlamun. Hada babun. Hadihi abwabun deganga o'xshash. Qolgan o'zingizlar ishlab boqinglar. Üçüncüsü, ashir ila al-asma'il atiya bi ismi ishara munasib lil qarib. Yaqinga munasib ismi ishorat bilan tuandagi ismlarni qanday qiling ko'rsating deydi. Bizga bu yerda yaqinni ko'rsatadigan almashlarni berdi. Hada erlik birlik, hadihi ayollik birlik, haula'i er ayollik o'rtaq. Masalan, endi buningga rajulun deymiz, birlikkan erlikkan deymiz, hada rajulun deymiz. Rijalun erlikkan, haula'i rijalun deymiz. Kalbun erlik birlikkan deymiz, hada kalbun. Kilabun endi bu ko'plikkan, erlikkan. Endi bu aqlsiz kellikkan. Xo'sh, aqlsiz ko'plikka qanday muomala qiladiq? Ayollik birlik bo'yicha. Nima deymiz? Hadihi kilabun deymiz. Durusun. Bu darslar deydi. Bu aqlsiz ko'plikkan. Unda bo'lsa buni qanday muomala qilamiz? Ayollik birlik. Hadihi durusun. Mudarrisuna, o'qituvchilar. Bular ko'plikkan, aqlliqmikan, aqlsizmikan? Aqlliq. Unda bo'lsa haula'i mudarrisuna deymiz. Endi tushungan bo'lsanglar, qolgan o'zingizlar ishlaysizlar. Dördüncüsü, ashir ila al-asma'il atiya bi ismi ishara munasib lil ba'id. Yiroqqa munasib ismi ishorat bilan, ya'ni ish ko'rsatish ismi bilan tuandagi ismlarni ko'rsating deydi. Bizga bu yerda yiroq ko'rsatish almashlarini berdi. Zalika erlik birlik, tilka ayollik birlik, ulaika ayolga o'rtaq ishlatilgan shakli. Endi qaraydigan bo'lsak, talib. Talib erlik birlikkan. Bunun qaysini qo'yamiz? Zalikani qo'yamiz. Tollab erlik ko'plikkan. Qaysini qo'yamiz? Ulaikani qo'yamiz. Najmun qaysini qo'yamiz? Erlikkan. Zalikani qo'yamiz. Nujumun erlik ko'plikkan. Qaysini qo'yamiz? Tilka ayollik birlikni qo'yamiz. Nima uchun? Aqlsiz narsalarning ko'pligiga xuddi ayollik birlik qanday qilgandek muomala qilamiz. Ya'ni ko'rsatamiz. Tilka nujumun deb. Demak, buni tushungan bo'lsanglar, oxirni o'zingizlar ishlab boqinglar. Xo'sh. Endi bu faqat aqlliq narsalarga qoida bo'yicha ko'plik, ayollik, birlik keladi. Qaraydigan bo'lsak, haula'i tullabun, ulaika tullabun, ulaika talibatun. Demak, ko'plikmi qanda? Ko'plik mana o'xshash. Masalan, haula'i talibatun. Ammo aqlsiz narsalarga cho'g'u desa, g'ayri aql, aqlsiz narsalarga qaranglar. Hadihi buyutun. Buyut ko'plik, ammo buningga ayollik birlik shaklda qanday qilamiz? Muomala qilamiz. Yiroq ko'rsatish uchun masalan, buyutun ko'plik, aqlsiz. Buningga ayollik birlik bo'yicha tilka. Endi bu ayollik bo'lsa shunday bo'ladi. Hazihi sayyaratun deymiz. Ko'plikimicho hazihi sayyaratun. Tilka sayyaratun, ko'plikimi tilka sayyaratun. Xo'sh, saboqdoshlar, unda bo'lsa, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.